Hammani o't bosib ketibdi. Bir o'zi bilib qilmaydi. Pomidor ekanman, bodiriy, mevalaga rayhon ekanman. Obed! Vada? Bor, ketmonni olib chiq. Nima qilasiz? Ha, o'zing bilib qilmagandan keyin mashaqqa rayhon, pomidor ekmoqchiman. Bor, olib chiq. Ketmonni bahodir amaga berib yubordim-da. Manas papamni nima berasan? Pulingni olganda keyin bergin. Bor, olib chiqdimmi? Hop ada. Onani sarfasiga kelgan beraverasiz. Ha, Obid. Shoh, kecha adang ketmon olib chiqib ketuvdilar. O'shani berib yubor. Kecha ketmon emasmidi? Ha. Nodiraga olib chiqib ketdilar. Ay, nimaga berib yuborasan? Bizga ketmon adam o'ldiradilar meni. Yozib qo'ymagansan bizlarga ketmon. Naqaqdan bilaman, so'radilar, berib yubordim. Ha, aytib turadilar, bor. Adam o'ldiradilar meni. Nodir aka. Ha, oke, salom. Adam kim o'tdi hali? Laz yaxshimisan? Adang Tohir akamdan ketmon olgan ekan, shuni olib chiqib yuborgan. Qatdan o'zingiz kelsa oldi, Tohir akam ketmoniga. Voy, qayerda Tohir akamki bo'ladi? Tohir akam Shersikamdan olgan ekan, Shersikam Sayt akam bergan ekan, Sayt akam Bog' akamdan olgan ekan. Bog'ga sizlar berib yuboribdilar. Shunaqa deysizmi? G'ofir akam olib chiqib ketdilar boya. Voy, G'ofir akamga nima berib yuborasan? Adam meni ko'chat qilib ekanlar hozir. Bilaman, bor oling. Ha, yutolsam, esdimi yana? Ketmon olishmadi. Ha, ketmon kerak emas. Qarasam, o'tlar rasa chiroyli o'sibdi. 4 ta qo'y tashlab qo'yamiz. Sen undan ko'ra svarchi apparat olib chiqqin, mana shu to'rab qo'yamiz. Svarchi apparat uyda bo'lsin deyishdi.